Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizlar navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib Stanokga bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Yozyovon tumani Qoratepa qishlog'iga olib keldik, kanalimiz a'zosiga. Razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni kuzmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Bu oshxona mebelimizni kashtan akrildan Graf Perl degan akrildan ishlatdik. Ichiga rossiyskiy laminat doskalar rossiyskiy qo'yib berdik. Bu oshxona mebelimizni shu derazamiz chekkasidan холодильник qirg'og'igacha 3,5 cm joyga, balandligi 2,5 metr joyga, patologgacha 3 etajli fasonda high-tech variantda yasab tayyorlab o'rnatib berdik. Bu joyimizda холодильnigi sal olib qochib mo'ykamizni qo'yib berdik savatcha gelligidan. Bu joyimizda sochuv ilgichlari, taxtakashi bonusga, bitta quruq choy tuz qo'ygani, magnetimiz bor, orqasida turibdi. Pastki tomonlarda 4 ta g'aladonli qo'shib soladigan patnislar ichida ham vakuumli bo'lgan, original shushulkasi, shular mebelning ichida kelgan, tagida LED chiroqlarimiz bor, mana yoniq turadi, doskalari chiroyli turadi, ish qilayotganda. Xo'p, gaz, mikroalmovka, холодильникlar o'rnatib berdik. Xonadon egasida vitichkamiz ulib kelmagani uchun hali qo'ymadik, ammo joyi tayyor, teshib joyiga chiqarib qo'ydik. Mana shu holatda ustanobga qilib bitkizdik. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metri 1 metr bo'yi patologgacha bo'ldi. 2,800,000 so'mdan o'xshay narxi 8 millionga ustanobga qilib bitkizib berdik. Mana shu holatda kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Sizlarda ham xonadonlaringizga shunaqa chiroyli mebellar qo'yib ustanobga qilib beramiz. Bu ishimizni vodiy bo'ylab borib o'lchash, ustanobga qilish, shu kelishilgan mebelning narxini ichida bo'ladi. Kafellari ham bizdan kelgan. Bu joylariga plyuslangan germetiklab, mo'ykani ham atroflarigacha germetiklab qo'yib beryapmiz. Yoniga stoykalarini ham qo'yib. Mana shu holatda video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli ishlarimizni chiqarib borishda taqdim etib boramiz doim sizlarga. Mana shu holatda. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.